bir-biridan eshitadi-da. Voy palonchini ozdirgan ekansiz, 15 kilo ozibdi, 20 kilo ozibdi deb mani yonimga kelishadi. Diyeta ham qilmabdi, yurmabdi ham mana 10 ming qadamlab, lekin ozibdi 15 kilo, zo'r ozibdi. Menga ham o'sha ukolingizdan qiling deb kelishadi-da. O'zi bu qanaqadir bir noyob yoki sehrli ukol emas, o'zi aslida-da. Bu o'sha sekin astalik bilan vaznni yo'qotadigan ukol, to'g'ri. Lekin bu ukoldan ham qachondir chiqasiz-ku, to'g'rimi? Bu ukoldan chiqqaningizdan keyin ham siz jismoniy harakat qilishingiz kerak, diyetani соблюдать qilishingiz kerak. Agar bu narsalarni qilmasangiz, yana qaytib vazn yig'asiz. Bu sizni ozdirib, mixlab qo'ymaydi o'sha vazningizda. Har qanday ukol hamda. O'shaning uchun agar siz imенно diyetadan qochib, jismoniy mashqlardan qochib, bu ukollarni olib ozaman deydigan bo'lsangiz, o'sha birinchi xatoni qildingiz. Chunki siz baribir bu ukolni 2 oydami, 1 yildami tugatasiz-ku. Tugatganingizdan keyin siz baribir diyeta va jismoniy mashqlar bilan o'zingizni sog'lomlashtirib turishga majbursiz.